foydali ma'lumotlar berib boriladi. Yo'tal dori deganda vitrina to'la dori, lekin yo'talni ham turi ko'p. Yo'talda noto'g'ri ishlatilgan dori bilan ota-onalar farzandini o'zlari ahvolini og'irlashtirib qo'yishyapti. Masalan, Adhar kushi preparatlar deymiz, ya'ni balg'am haydovchi dori vositalar, Ambraxol, Adkashlia, Mukaltinda bularning asosiy vazifasi nam yo'talda balg'amni chiqarib berish. Quruq yo'talda buni ishlatish bolani ahvolini og'irlashtiradi. Kuni kecha bo'lgan holat, 1 yashar bola bir ikkita yo'taluvdida doktor shu uchun uyda Ambraxol bor edi, shuni berdim ham yaxshi bo'lmadi, yo'tali kuchayib ketdi, xirillab chiqdi. Siz bergan Ambraxol bolani holatini og'irlashtiryapti. O'shani bermaganingiz yaxshi edi. Hozirgi kunda bolalar balg'am haydovchi vositalargacha yetib borishi kamroq. Statsionar sharoitda ko'proq ishlatyapmiz. Oxirgi marta o'zim shu Adhar kushi preparatidan Ambraxol, Mukaltinlarni yozganim esimda yo'q. Ular u darajaga statsionar sharoitdagina qo'llayapmiz. Ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida balg'am ko'chiruvchilar hamda mukolitiklarni biz o'ylab ishlatishimiz kerak. Chunki tepada turgan balg'amni biz u preparatlar bilan suyultiramiz va butun o'pkaga yoyib beramiz. O'z qo'limiz bilan bolamizni pnevmoniya qilib qo'yamiz. Yokida markaziy nerv sistemasini bloklaydigan, yo'talish markazini bloklaydigan preparatlar bor. Eshitgansiz. Sinikot, Pictalvan Stop, Libexin, Tussifenda, Pertussinda bu preparatlarni biz agar balg'amli yo'talda ishlatib qo'yadigan bo'lsak, yo'tal to'xtaydi, balg'am ichkarida. Balg'am ichkarida turavergandan keyin yallig'lanish kuchayib ketaveradi va bronxdagi balg'amlarni biz to'g'ri alveolaga tushirib beramiz. Natijada o'z qo'limiz bilan o'ylamasdan berilgan dori tufayli bolamizni pnevmoniya qilib qo'yamiz. Yana qaysi preparatlarni aytamiz? Birinchi avlod antigistamin preparatlar. Bu preparatlar balg'amni quyultirish xususiyatiga ega. Yopishqoq qilib qo'yadi. Bronxga balg'am yopishib qoladi. Natijada yopishib qolgan balg'amni chiqaraman deydida, bola yo'talayveradi. Shu sababdan birinchi avlodga ko'proq Dimidrol, Suprastin deymiz. Bu preparatlarni ham bolaga o'zizcha berishdan ehtiyot bo'ling. Undan tashqari vitamin C. Bizda kokteyl isitmalab keldi yo yo'talib keldi, moda-ku, ichiga hamma narsani solamizda, bolaga yig'latib kapelnitsa qilamiz. Vitamin C ni tezroq yaxshi bo'lsin deb 2-3 talab solib yuboramiz. Ertasi kuni bola xishillab, yo'talib tinmaydi. Vitamin C yo'talning kuchayishiga sababchi bo'ldi. Xo'p, va oxirgisi bu antibiotiklar. Bir farmakologiya o'qituvchimiz bo'lardi. Hali 15 yil oldin aytilgan gap, hali antibiotiklar zamoni tugaydi va fermentlar zamoni boshlanadi. Biz hozircha antibiotiklardan voz kecha olmaymiz, chunki juda kuchli bakteriyalarimiz bor. Ularga antibiotiklarsiz kurasha olmayapmiz. Lekin shunga qaramasdan antibakterial terapiyani maksimal faqat muhtoj bo'lgandagina bolangizga qo'llashingizni tavsiya berardim. Ular bolani bioflorasini buzadi, immun sistemasini ishdan chiqaradi va natijada tez-tez kasal bo'luvchi yoki kasal bo'lsa uzoq davom etuvchi bolalarni yetishtirib qo'yamiz. Farmakologiya o'qituvchimiz aytardilar, dori bu zahar. Yo tuzaltiradi, yo o'ldiradi derdilar. Qo'pol endi eshitilishi mumkin, lekin bu narsani aytganimiz sababi, hurmatli ota-onalar, har bitta dori preparatni farzandingizga berishdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing, albatta uni yo'riqnomasini o'qing, tarkibini o'qib chiqing. Shunchaki og'zidan siz berib qo'ygan oddiy siropcha yoki siz berib qo'ygan oddiy shirin tabletkacha uni ichki organlariga qanchalar ta'sir ko'rsatishini siz to'liq bilmaysiz. Farzandingizni ehtiyot qiling. Izohlarda qanday savollaringiz bo'lsa, barchasini qoldiring. Aktiv bo'ling. Qaysi mavzularda yana videolar olishimizni xohlaysiz? Izohlarda kutamiz.